Kech payt 11:30dan rosa boshlab yig'layaptilar. Kunduz uxlab, kech payt uxlamayaptilar. 10 kunlik chaqaloq. Nima shikoyat bo'lyapti? Nima kech payt Onasi. kech payt Onasi kim? kech payt 11:30dan rosa boshlab yig'layaptilar. Kunduz uxlab, kech payt uxlamayaptilar. Keyin uncha emmayapti 2 kundan beri. Tortalmayaptimi? Yig'layapti. Kech payt uxlamayapti. Faqat qo'lga o'rganib qoldi. Nima onani ovqatlanishi ham nima kam rosa. Shunga nimadan bilaylik. Qorniga ham ichyapti. Qornimiz ancha dammi? Nima ichyapti? Esingizdan keyin kolefirolmi? Kaleflor, a? Ha. Yaxshi. Gliterinda nima qilyapsiz? O'zi boshi ancha nima Yaxshi, xavotir olmaydi. bilmayapman. Muzayyana birinchi farzandingizmi? Xavotir olmang, vahima qilmang. Sizning vazifangiz hozir o'zingizni xotirjam ushlab, bolangizni emizlash. Bolani boshida mayda qon tomir yorilib, subepidimal qavatda 0,9 kattalikda tromb bo'lib qolgan. Tromb degani o'zbekchasiga qon tomir yorilib, qon qotib qoldi degani. Shuni hisobga bosh miyaga yetarli darajada qon yetib bormayapti. Ya'ni gipoksiya degan narsa yuz beryapti. Gipoksiyani hisobga bolaning boshida bezovtachilik, injiqlik, xotirjam yotmaslik, emgakani tiqilib qolish, jag'larda qaltirash, qo'l oyoqlarda qaltirash, shomdan keyin injiqliklar, ichaklarda og'riq hisobiga. Toza havoda yursa, olib yursangiz, mashinada yursa jim bo'lib qoladi, uyga kirsa yig'laydi. Shunaqa holatlar bo'lib turadi. Faqatgina ba'zi bir bolalarda ertaroq boshlanadi. Sizlarki shunaqa ertaroq boshlanyapti. Aslida bular chaqaloqlik davri tugagandan keyin yoki 20 kunlikdan keyin boshlanadi. Ya'ni chaqaloqlik davri 28 kundan keyin tugaydi. Ko'plab bolalarimiz 28 kundan keyin boshlanadi yig'isi. Bularga sal ertaroq boshlanyapti. Nimaga deganda bularda ichak og'rig'i ham qo'shilib qolyapti. Shuning uchun bolada injiqlik ko'proq bo'lyapti. Ichak og'rig'i nimaga bo'ladi? Ko'pincha onani o'zini oshqozon ichagida muammolar bo'ladi. Onani tartibsiz ovqatlanishi bo'ladi, masalan, kimgadir sut mahsulotlari yoqmaydi, kazein hazm bo'lmasdan. Kimgadir xamir ovqatlar yoqmaydi. Shuning uchun xamir ovqatlar yemay turasiz. Hop, salat ham, somsa ham, manti ham xamir ovqatlarga kirib ketadi. Ko'chaniki bas deydi, nima deydi? Uyda somsasini yo'dim deydi. Bu ko'chanikini oyoqda qilib, uydagini qo'lda qilib deganda. Shunaqa qilmaydilar. Sizlardan bizga yordam vaqtida ovqatlanish, o'zingizni xotirjam tutish va asabim ham rosa chataqdaman. o'zingizni xotirjam tutish va parhez qilish. Endi asabingiz chataqligi tabiiy holat, homiladorlikdan keyin onalarda bo'ladi bu narsa. Unga ham dorilar yozib beraman, ichib turasiz. Tushunarlimi? Endi bolam nima bo'lar ekan? Bu narsa bo'lib qolarmikin deb kelajakdagi o'y-xayollar bilan o'zingizni siqmang.